Assalomu alaykum hammaga. Hozirgi sovuq kunda ko'p kobolti bor akalarda muammosiga aylangan narsani hozir o'zimiz uy sharoitida qilishni o'rgatamiz. Dvornik ko'tarilgan turibdi. Suv sepamiz. Suv sepmayapti. Lekin dvornik ishlayapti, suv sepmayapti. Suv sepmasligining sababi suvi ham bor. Ko'plarda muzlab qoladi, shunaqa bo'ladi. Nizam-nizaki solingan. Hozir uy sharoitida almashtirishni o'rgatib o'tamiz. Kapot ochamiz. Dvornik tushirib qo'yamiz. Kapotni ochib yuboring aka. Kapotni ochamiz. Bu og'zi ham ochilgan turgan ekan, og'zini yopib qo'yamiz. Suv bor. Akamiz shuni bilmagan ekanlar. Predохранитель krishkani ochamiz. Bitta bossak, ko'tariladi. Endi gazda miyasi qo'yilgan, shuning uchun ochilishi sal qiyinroq bo'ladi. Buni ochib yuboring aka. Gaz miyasi tiqilgan, shuning uchun ochish sal qiyinroq. Ochildi mana. Ochilgan payti yaxshilab ahamiyat qilib turamiz. Predохранитель oladigan bor, shuni olamiz. Yaxshilab ahamiyat qilib tursak, mana bu relini pastida bo'ladi, bitta 10lik bo'ladi mana. Qo'limga atverka olib tushuntirayin mana. Mana shu 10lik dvornik suv sepadigani bo'ladi. Olamiz. Обязательно kuygan bo'ladi bu. Buni olamizda qo'yamiz. Endi tekshiramiz. Urganligini qani aniqlab bersam bo'ladi. Yaxshilab ahamiyat qilsak, mana urganligi bilinib turibdi. Endi kimgadir ko'rindi, kimgadir ko'rinmadi. Xullas ishlamayapti bu. Endi o'rtada zapaskalar bor buni. 30 bor, 5, 705, 10, 15, 20, 25. O'shani zapaska 10'ini olamiz. 10'ini shunday olamizda pastlikka tiqib qo'yamiz. Mana siqib qo'ydim. Joyini yaxshilab ahamiyat qilib turamiz. Mana shu 10lik. Releni burchagida turibdi. Bo'ldi, endi buni qo'yamiz. Predохранитель krishkani yopib qo'yamiz, yoping. Juda ham kerakli ma'lumot. Shunaqa ma'lumotlar berishlikka harakat qilamiz. Kanalimizga obuna bo'lib qo'ysalaringiz, shunaqa kerakli ma'lumotlarni ustaga bormasdan uy sharoitida qilib olsalaringiz ham bo'ladi. Hozir ishlatib ko'ramiz. Mana yopildi. Kapotni yoping. Endi suv seping aka. Suv solingina. Oynalari to'la ekan suv. Mana. Ishlayaptimi? Life hack like bosasiz. E'tibor uchun hammaga rahmat. Kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar. Shunaqa kerakli ma'lumotlarni beruvchilikka harakat qilamiz.